Uchun Alloh taoloni tanigan mu'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Chunki kim bilan muomala qiladi u? Yagona bo'lgan, tengsiz bo'lgan, kuch-qudrat egasi bo'lgan, go'zal bo'lgan, hamma yaxshiliklar uni qo'lida bo'lgan Alloh taolo bilan muomala qiladi. Mu'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Mu'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Allohni tanish bilan baxtsizlik billa bo'la olmaydi. Xuddi o't bilan suv billa bo'la olmaganidek. Endi siz mu'min bo'lib turib, ibodatda bo'lib turib, halol bo'lib turib, o'zingizni baxtsiz his qilayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohni tanimabsiz hali. Bu darslarimiz siz bilan bizga Robbimiz azza va jalla tanityapti. Tushunarlimi? Jasadimiz shu yerda bo'lgandek, ruhimiz ham shu yerda bo'lsin-da, bir haftaga zarar topib ketamiz, bir hafta yuramiz maza qilib.